Narx-navolar tushganda, pachoq bormi Toshkentda akalar. Ko'rib turibsizlar. Bitta ichiga kirib chiqamiz. Mashina vahshiy qattiq urgan. Vahshiy joyiga akalar, gelik urgan ekan akalar. Ko'rib turibsizlar. Vahshiy strashniy bo'lgan. Eshiklarni yulib ichkariga kirgizib olgan. Tomlarni ko'tarib olgan akalar. Egalari Toshkentdan murojaat qilishdi bizga. Oldilari but-but turibdi. Biz o'zi Sirdaryolikmiz akalar. Sirdaryoda turib, butun O'zbekiston bo'ylab avariyli mashinalar olamiz. Xullas akalar, mashinani ko'tib buralib ketgan. Vahshiy strashniy holatda bo'lgan. Yaxshilikka egalariga hech narsa qilmagan akalar. Shofirda bir o'zlari bo'lgan akalar. Bu mashinamizni to'g'risini aytsam, qimmat olib qo'yganmiz. Narxlar vahshiy tushib ketdi. Bozorlarda mashinalarimiz sotilmayapti. Bu mashina ham qolib ketdi. Endi qachonki narxlar qimillab qolsa, bu mashinani chiqamiz. Ya'ni mana shu oq Gentra kabi akalar. Bu Gentramiz ham hujjatlari tayyor. Ko'rib turgan hamma mashinalarni ham mana shu yerda hujjatlari tayyor akalar. Bularni bittama-bitta galma-galdan olib chiqib, sekin tuzatib, bozorga olib chiqib sotib yuboramiz akalar. Xullas akalar, bizga ham oson emas. Mana ko'rib turibsizlar, 12 ta avariyli mashina bor bu yoqda. Bitta-bitta tuzatamiz, lekin narxlar tushib ketgan. Va biz avariyli mashina olishga davom etamiz. Bemalol murojaat qilaveringlar. Mashinasi bor ekan, hozir olmaydi demanglar akalar. Olaveramiz. Kuniga 10 talab bo'lsa ham olaveramiz akalar. Qo'ldan kelgancha narxi bilan akalar. Prosta mashina sotayotganda sal o'ylanglar. Biz ham to'g'ri sizlarni norozi qilib olmaymiz, chiroyli narxda olamiz, lekin foydalanishga olamiz. Oilamizni shuni orqasidan boqamiz akalar. Halol qilib olishimiz kerak. Akalar, xullas butun O'zbekiston bo'ylab avariyli mashina olamiz. Bemalol murojaat qilinglar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Gentra qanday urilgan? Buni qaranglar. Kommentariyada izohlab qoldiringlar. Gelik bilan urilgan Gentra akalar.